Umurtqa pog'onamizda paydo bo'ladigan grija va boshqa muammolarni keltirib chiqaradigan sabablar kundalik hayotimizda qilayotgan xatolarimiz, ya'ni quyida hozir sanab o'tamiz. O'shalardan uzoq bo'lishingizni tavsiya qilamiz. Hammamizda telefon bor, har kun telefon ishlatamiz va bu telefonni ishlatayotgan paytimizda agar boshimizni telefonga moslashtirsak, bunda umurtqa pog'onamizning bo'yin qismiga zo'riqish tushadi va bu yerda grijalar kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Bu holatda telefonni boshimizga, bo'yinga og'irlik tushmaydigan holatda moslashtirishimiz kerak bo'ladi. Kundalik hayotimizda har kun o'tirib ishlaymiz. Ofisda kimdir mashina haydaydi. Bular o'tirgan holatimizda to'g'ri o'tirishlik bu birinchi masala bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi masala o'sha uzoq muddat o'tiradigan odamlar turib badan tarbiyalarini qilib turishlikni tavsiya beramiz. Keyingi ko'p uchraydigan xatolardan bittasi kichik vazn bo'lsa ham ko'tarayotgan paytda noto'g'ri ko'tarishlik bu grijalarning kelib chiqishini sababi bo'lib qolishi mumkin. Qanaqangi vazndagi narsani ko'tarishdan qat'iy nazar umurtqa pog'onasiga zo'riqishni kamaytirishlik uchun o'tirgan holatda tizzalarimiz bukilgan va ushlagan holatda ko'tarish kerak bo'ladi. Kundalik hayotimizda o'sha uyqu paytimizdagi holatlarimizni ham to'g'ri olishimiz kerak bo'ladi. Qaysi holatimizda yotishimizdan qat'iy nazar ortopedlar tavsiya qiladigan holatlarni o'zimizga olishimiz kerak va umurtqa pog'onasiga uyqu davomida tushadigan zo'riqishni kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Yana bitta eng asosiy holat bu hamma ortopedlar umurtqa pog'onasi bilan shug'ullanadigan doktorlar tavsiya qiladigan muntazam umurtqa pog'onasi mashqlarini qilib borishlik. Agar kim kommentda plyus qoldiradigan bo'lsa, bu videolarni sizlarga jo'natib qo'yamiz. Sport aktivlarida, ya'ni futbol o'ynaymizmi, voleybolmi, basketbolmi o'ynayotgan paytimizda ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Sakragan holatda yana pastga qo'nayotganimizda, tushayotganimizda badanimizni stabil holatda ushlashlikka va shuni qo'yib bermaslik. Ortiqcha yuklanish bo'lib ketadigan bo'lsa, o'sha yerda travmadan keyingi grijalar paydo bo'lishi ham mumkin. Yuqorida sanab o'tirgan tavsiyalarimizga amal qilsanglar, umurtqa pog'onasida kelib chiqadigan turli xil muammolarni oldini olgan bo'lasiz va sog'lom hayot kechirasiz.